Mana bugun Madovat qishlog'ida necha yillarda orzu qilgan suvlar chiqdi. Mana biz endi avvalda 2008-yilda suv kelgan edi, mana shu yerga 2 yil bo'ldi suv chiqmay qoldi. Lekin 2 yil buloqlarda ham hamma suvlar tugadi. Suv degani bu ob-hayot, xalqning og'irini yengil qilish, xalq qancha azob chekdi, mana bugun hammasi xursand. Biz shu xalq nomidan Navoiy suv ta'minotiga hammasiga rahmat, shu suvni chiqarib berdi. Xalq rozi. Mana shu og'aylar mana kelib shu xalqning fikrini nima desa yengillatdi. Biz minnatdormiz. Biz mana shu ichimlik suvdan bir necha yillardan buyon nihoyatda qiynalib kelayotgan edik. Mana bugun odamlar xursandchiligini ko'ring. Hamma bundan xursand, hamma minnatdor. Daraxtlarimiz ham hattoki qavjirash ahvoliga kelib qolgan edi. Mana shu bugun kechasi bilan suvlar ichib, ular ham barchaga rahmat aytayapti. Mana bugungi kunda mana havuzga suv tashlanib, butun xalqimizga mana suv tarqatilib, xalqning roziligini olishdi. Ularga ham katta rahmat aytamiz. Xalq hammasi rozi, barcha minnatdor. Yoshi qari farzandlarimiz ham suvlarni olib, sepishib, qiyqirishib, chopib yurishdi. O'z hissasini qo'shgan barcha rahbariyatga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Navoiy suv ta'minot aksionerlik jamiyatiga qarashli Nurota tuman bo'limi, Nurota tumani Suvliq mahallasi Madovat qishlog'ida bir necha kun oldin yerosti quduq qazib tushirildi. Bu Madovat qishlog'i aholisining ko'p yillik orzulari amalga oshdi. Hozirgi kunda to'liq qishloq aholisi toza ichimlik suv bilan ta'minlandi. Nasos qo'yib 2 kun bo'ldi. Havuzlarni to'ldirib aholiga tarqatildi. Xalq juda mamnun. Bo'limga qarashli xodimlar istiqboldan mehnat qilib, ulardan ham xalq rozi, kunlik suvni yetkazib bermoqda hozirgi kunda.